Diqqat, aholiga tezkor xabar. Rasmiy ish kelajakdagi pensiyangiz uchun muhim kafolat. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Ko'pchilik tezkor daromad topish maqsadida norasmiy ishlarni tanlaydi. Biroq bunday to'lov uzoq muddatda ayrim ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Rasmiy mehnat faoliyati yuritayotgan xodimlarning ish haqqi hisobidan pensiya jamg'armasiga badallar to'lanadi. Bu esa kelajakda davlat pensiyasini olish huquqini shakllantiradi. Rasmiy ish stajining to'planishi pensiya tayinlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, mehnat faoliyatining qonuniy hisobga olinishini ta'minlaydi. Norasmiy ishlovchilar esa pensiya yoshiga yetganda ish stajini tasdiqlashi yoki pensiya olish bilan bog'liq turli qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Shu sababli mehnat faoliyatini imkon qadar rasmiy asosda yuritish, rasmiy ish haqqi olish va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga e'tibor qaratish tavsiya etiladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.